Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Şərq Türkistandakı cəza lagerlərinə qamalğan Uyghur xanım qızlarının Xitay ərlərinin vəhşiləçə kollektiv basqınçılıq qilishigə və cinsi zo'ravonligiga uchraganligi haqida Angliyaning dunyoga dangliq BBC axborot kanali tarafidan 2 fevral kuni e'lon qilingan xabar doklati butun dunyoni dahshatga tushirishgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu munosabat bilan oldingi kuni maxsus bayonot e'lon qilib, bu qilmishlar cho'qim og'ir jazoga tortilishi kerak deb ko'rsatdi. Bayonotda mundaq deyilgan: Şinjandagi Uyg'urlar va boshqa musulmon ayollarining jazo lagerlarida sistemalik bosqinchilik va jinsiy parakandachilikka uchrayotganligi haqidagi birinchi qo'l paketli xabarlar bizni qattiq beorom qildi. Xitoy Xalq Jumhuriyati doiralari kishini cho'chitadigan bu ayblashlar ham shundoqla u yerda yuz berayotgan boshqa vahshiyliklar ustidan xalqaro kuzatuvchilarning darhol mustaqil tekshirish yurgizishiga yo'l qo'yishi kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotida yana tövəndəki muhim nuqtalarni ta'kidladi. Tashqi ishlar ministri Blinken aniq qilib aytgandek, u Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizildi degan hukmda chang turdi. Uningda o'zgarish bo'lgani yo'q. Xitoy Xalq Jumhuriyati Şinjanda Uyg'urlarga va boshqa osonliq millatlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi va irqiy qirg'inchilik qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotida yana insonning vijdonini qattiq azoblaydigan bu vahshiyona qilmishlarning javobgarligi cho'qim surishda qilinishi kerak dedi. Bayonotda mundaq deyildi: İnson vijdonini qattiq azoblaydigan bu vahshiyliklarni sodir qiluvchilar cho'qim og'ir jazolantirilishi kerak. Amerika Xitoy Xalq Jumhuriyati rahbarlarini xohlagancha qo'lga ilingan barliq kishilarni darhol qo'yib berishga va jazo lagerlarini bekor qilishga chaqirdi. Shuning bilan bir vaqtda yana Xitoy hukumatidan majburiy tug'mas qilishni to'xtatishini, barliq qiyin qistoqlarga xotima berishini, jumladan Şinjandagi Uyg'urlarni asos qilgan osonliq millat kishilariga ziyonkashlik qilishini to'xtatishni talab qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotning oxirida mundaq deyilgan: Biz ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda bu masala haqida davomli so'zlaymiz. Vahshiyona qilmishlarni qattiq ayblashni izchil davomlashtiramiz. Barliq muvofiq vositalarni qo'llanib, mas'uliyatni surishtirishni ilgari suramiz va yanada ko'p ziyonkashliklarning oldini olishga tirishamiz. Avstraliya hukumati 4 fevral bayonot e'lon qilib, jazo lagerlaridagi ayol tutqunlarning Xitoy ərlərinin vəhşiləçə kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqida BBC tarafidan e'lon qilingan xabar doklatiga qarata inkos qaytardi. Avstraliya iqtisod tekshirishi to'rining xabar qilishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Paynening bayonotchisi mundaq degan: Avstraliya Şinjanda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiligi haqidagi jiddiy andishalarini izchil o'ttirga qo'yib keldi. Ayollarni sistemalik qiynash va xo'rlash haqidagi bu eng yangi ma'lumotlar kishini cho'chitadi va Şinjandagi Uyg'urlar, shundoqla boshqa diniy va osonliq millatlarga qilinayotgan muomalaga qarata jiddiy savol paydo qiladi. Avstraliya doiralari yana oshkorlangan bu yangi uchurlar asosida Xitoy hukumati cho'qim Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi tekshiruvchilarning rayonda mustaqil tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishi kerak degan. Avstraliya xabarlar to'rining bildirishicha, Avstraliya Amgakchilar partiyasining kengash palata a'zosi Kimberly Keching BBCda tarqatilgan xabarga baho berib, bu biz yaqin tarixda ko'rgan eng qo'rqinchli va tilga elish eng qiyin bo'lgan bir kishilik huquq dafsandichiligi degan. Avstraliyadagi erkin kengash palata a'zosi James Patterson bo'lsa, BBCda oshkorlangan ma'lumotlar Xitoy kompartiyasining obraziga yanada ilgirlagan holda dog' tushirdi va u dunyoni qattiq vahimaga soldi degan. Holbuki Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 4 fevral kunidagi axborot yig'inida BBCda e'lon qilingan xabar haqida savollarga bu xabarning hech qanday asosi yo'q. Bu BBCning tunji qitim yolg'on so'zlashi emas deb javob berish orqali paketni rad qilmoqchi bo'lgan. Finlandiya bosh ministri Sanna Marin xonim Uyg'ur ayollarining lagerlarda sistemalik bosqinchilik va jinsiy xo'rlikka uchrayotganligini qattiq aybladi. O 3 fevral kunidagi Twitter uchurida BBCning Uyg'ur ayollari haqidagi xabarni ishorat qilib mundaq dedi: Xalqaro jamiyat Xitoy hukumatining kishilik huquqni dafsanda qilib, osonliq millatlarga qilayotgan besimini ko'masga silib olmasligi kerak. Savdo va iqtisod bundaq vahshiyliklarni ko'masga silib olishimiz uchun bahona bo'lmasligi kerak. Kishilik huquq cho'qim ikki taraflamalik va ko'p taraflamalik muzokaralarning eng markaziy nuqtasi bo'lishi kerak. Finlandiya bosh ministri Sanna Marin xonimning yuqorqi bayonoti chet ellardagi Uyg'ur jamoatini xursand qildi. Bundan boshqa yana Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi va Janubiy Karolina shtatining boshlig'i Nikki Haley xonimmi Twitterda lager shohidi Tursunay Ziyovdinning qo'rqinchli sarguzashtlari haqida to'xtalib mundaq degan: Bizning Uyg'urlarga Xitoyning mas'uliyatini surishtirib berish qarzimiz bor.
Biz hammamiz yuz berayotgan shuncha qo'rqinchli ishlarga dunyo sukut qilyotidi degan qarashda. Biz mangu takrorlanmaydi deb va'da bergan edik. O Twitter'dagi bu uchurni biz Uyg'urlar bilan bir sapda nomli hashtag orqali ham baharlagan. BBC'ning Uyg'ur ayollarining qo'rqinchli xo'rliqqa uchrayotganligi haqidagi xabarga yana sobiq Amerika prezidenti Donald Trumpning o'g'limi Twitter'da dunyo jamoatining g'azabi nada deb inkos qaytargan. Bugun bu vatanimiz Sharq Turkistonning yaqinqi zaman tarixidagi zo'r siyosiy hodisalarning biri hisoblangan va 1997-yili yuz bergan 5-fevral g'ulji inqilobining 24-yillik xotira kunidan iborat. Ayni chog'da Qaysar g'ulji xalqi 0 dan 30 graduslik qahrdan sovuqqa va mustabid Xitoy hokimiyatining miltiq zambiraklarga pisat qilmay mardonalachi ko'krikini kerib maydonlarga to'kilib, o'zlarining erkinlik va hurlikka bo'lgan tashnoligini va o'zlariga bitmas tugumas baloya ofatlarni ilib kelgan tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziliklarini namoyon qilishgan edi. Chet ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Xitoy virusi keltirgan intayin foydasiz sharoitlarga va qattiq karantin tadbirlariga qaramasdan 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini turli shakllar bilan xotirladi. Dünya Uyghur qurultayı 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan 4-fevral kuni to'r orqali maxsus muhokama va xotirlash yig'ini uyushtirgan edi. Bu qitimqi yig'inga qatnashgan siyosiy faoliyatchilar, jurnalistlar, tadqiqotchilar 5-fevral g'ulji inqilobining ishtirokchilari, guvohchilari va shahid oilalari 5-fevral g'ulji inqilobining maydonga kelish sababi, orqa ko'rinishi, jarayoni, xarakteri, mohiyati, xalqaro ta'siri va ahamiyati haqida 2 soatga yaqin tafsiliy muhokama ilib bordi. G'ulji voqeasi va qulg'i qirg'inchiligi yuz bergili 24 yil bo'ldi. Ama 24 yıl ötken bolsa bu vakıya tek tönügünkidek şehitlerimizin kanları kurugunu yok. Bulup mu bu 24 yıldan bu yan bu G'ulji inkılabıda şehit olan şehitlerimizin kösetken kahramanlıkları, töylegen bedelleri muhimi bu G'ulji inkılabı katnaşkan şunda kahratan sokaklarda bu ruh bizim çeteldeki vatan içi ve sırtıdaki milli mücadelemizni bir ruh bilan ta'minlab kelgan, ma'naviy uzuq bo'lib kelgan va uning uchun har yili Dünya qurultiyyi boshliq butun chet eldagi tashkilotlar bu g'ulji voqeasini hech bir yil oraliqsiz holda tashlab qo'ymay xotirlab kelayotgan va xotirlanish zarur bo'lgan bir tarixiy voqea. G'ulji voqeasi Uyg'urlarning Sharq Turkiston milliy inqilobining milliy ruhini va zulmga aslo tiz tutmaydigan bir qahramonlik irodasini ifodalagan bir harakat. 4-fevral kuni yana Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Sidneydagi Xitoy konsuli oldida 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan maxsus norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishchilar Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'ur xonim-qizlarining Xitoy erlarining vahshiylarcha kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchirganligiga bo'lgan qattiq g'azab nafratlarini ifoda qilish bilan birga dunyo jamoatchiligini bo'libmi Avstraliya hukumatining mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sish uchun jiddiy harakatga o'tishni talab qilishdi. Bugun yana Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya va Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari axborot va bayonot e'lon qilish, nazar chiroq o'tkazish, muhokama yig'inlarini uyushtirish qatorliq turli usullar orqali 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini xotirladi va aziz shahidlarimizga, g'ozilarimizga, qahramon o'g'il qizlarimizga bo'lgan cho'nqur sevgi va hurmatlarini ifoda qilishdi. Ondan boshqa yana bugun 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan Kanadaning Toronto, Vancouver qatorliq bir qancha shaharlarida, Washington shahrida, Germaniyaning Myunxen, Stuttgart, Berlin shaharlarida Uyg'ur tashkilotlari va aktivistlari tarafidan maxsus namoyishlar uyushtirildi. 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga naq 1 yil qolgan bir mezgilda Amerika Kengash palata a'zosi Rick Scott Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan Xitoyning olimpik musobaqasi o'tkazish salohiyatini bekor qilish,
2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatlarga yo'tkazish to'g'risida qaror taklif loyihasi sungan. Rexkotning 2 fevral e'lon qilgan bayonotida ta'kidlashicha, bu qaror loyihasi Xalqaro Olimpik komitetiga erkinlik tarafida turish, kommunistik Xitoyni to'g'ri ish qilishga chaqirish yoki 2022 yili qishliq olimpikni boshqa davlatda o'tkazish to'g'risida aniq signal bergan. Kengash palata a'zosi Rexkotning mazkur qaror loyihasi James Inhofe, Tom Cotton, Marco Rubio, Todion qatorliq Cumhuriyetçi va Demokratik palata a'zolarining qo'llashiga erishgan. Cumhuriyetçi palata a'zosi Tom Cotton bu vaqtdagi bayonotida Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishi Xitoyni olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilish salohiyatidan mahrum qildi degan. Demokratlardan bo'lgan palata a'zosi James Inhofe Xitoyning o'z xalqiga zulm silayotganligini bildirib, biz buni Xitoy Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yurgizganda, shuningdek Hong Kongda ko'rdik. Biz 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasining Beijingda o'tkazilishiga yo'l qo'yib, Kompartiyaning harakatini qabul qilmasligimiz kerak deb ko'rsatgan. Tatlı yemeklikler ve şokolad işlep çıkardıgan dünyaga dağlıq Mars şirketining 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik yig'inini tatlı yemeklik bilan ta'minlash uchun sponsor bo'lishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va Uyg'ur, Tibet tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'adi. Dünya Uyghur qurultiyyi, Uyghur harakati tashkiloti, Uyghur kishilik huquq qurilishi va Tibet tashkilotlarini o'z ichiga olgan 140 tashkilot oldingi kuni Mars shirkatining Amerikaning Virginiyadagi bosh shtabiga birlashma imzoliq maktub sunib, dunyoda nihoyat zo'r obro'ga ega bu shirkatning Uyg'ur, Tibet, Mongol va Hong Kong xalqlarining insoniy haq-huquqlarini og'ir darajada dafsanda qilayotgan. Shundaqla Uyg'urlarga qarata vahshiylarcha irqiy qirg'inchilikni yo'lga qo'yayotgan Xitoydek bir davlatda o'tkaziladigan olimpik yig'iniga sponsor bo'lganligini qattiq ayiblash bilan birga, Mars shirkatidan mazkur sponsorlik anglashmasini darhol bekor qilishni talab qilgan. 4 fevral kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi Oblikim Idris, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim va Tibet vakillari yuqorqi 140 tashkilotning nomida yozilgan norozilik maktubini Mars shirkatining Virginiyadagi markaziga topshirdi. Uyg'ur va Tibet vakillari Mars shirkatining oldida bayroq va lozunkalarni echib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining zulm va zo'ravonligiga bo'lgan noroziliklarini ifoda qilishdi. Dünya Uyghur Qurultayyi Ayollar Komitetining raisi jurnalist Amangul Aziz xonim bugun istansiyamiz orqali e'lon qilgan bayonotida Tursunay Ziyodun qatorliq lager shohidlarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqida BBC'ga bergan jasur guvohliklariga cheksiz minnatdorlik bildirib, tovandagilarni bayon qildi. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. 2021 yılı 2 fevral dünyadaki nüfusluq axborot organi bo'lgan Angliyaning BBC xabarida e'lon qilingan Xitoy erlari lagerlarga kirib Uyg'ur qiz ayollarga to'plashib bosqinchilik qildi nomli xabar butun dunyo xalqini birda g'azablantirdi. Biz Dünya Uyghur Qurultayyi Ayollar Komiteti bo'lib bilan bundaq inson qalbidan chiqqan razillikka qattiq noroziligimizni bildiramiz. Biz Uyg'ur ayollari Elmisaqdan tartib iffat nomusimizni jinimizdan ortiq ko'rib kelgan millatlarning biri. Biz o'zligimizni qadrlaymiz. Qizlarimizni haqiqiy Uyg'ur xonim qizlardek sharmiy hayo bilan tarbiyalaymiz. Ularni xuddi jonon chinni asragandek asraymiz. Shundoq ekan, biz bundaq odam qalbidan chiqqan razillik oldida albatta sukut qilib tura olmaymiz. Hozir biz dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq bo'libmi ayollarning haq-huquqini kafolatga bo'lgan demokratik davlatlarda yashayapmiz. Shunga jasur yuraklik Gulzira Ayilxon, Tursunay Ziyodun, Qalbnur Sidiq, Sayragul Savutbay xonimlardek ezilayotgan xalqimizning ahvozlarini dunyoga anglatish, shu orqali o'zimizning huquqimizni qonuniy yo'llar bilan qo'lga keltirish va qo'g'dash bizning bosh tortib bo'lmaydigan imoniy burchimiz va milliy majburiyatimiz. Xalqimizning dard hasratini bo'libmi narshida qizlarimiz, ma'sum ayollarimizning to'xtamay oqayotgan qonliq ko'z yoshlarini faqatla bizlar dunyoga oshkorlay olamiz. Chunki biz uni ko'rdik, angladik va bakmo afsuski yashadik va yashayapmiz. Bizning bu zulmni to'xtat deb xitob qilgan vaqtimiz. Agar biz shunda qilmasak, dardimizni ichimizga yutib yashayversak, millatimiz texmo echinchlik fojiaga qoldi. Qizlarimiz tirik murdaga aylanib, badni ruhiy Xitoyning mehnat oyoq ostida chaylandi.
ular bara acizlab şamdek erip tügeydi. Ular tükse milletimizin millet sütü yo'qaydi. Bu içinçlik faciaga biz chet ellarda yaşatgan qarindoshlar javobgar bo'lishimiz, ajdodlarimiz oldida tarixning to'g'ri guvohchisi bo'lishimiz lozim. Qani xonimlar, bizmi Gulzira Ayilxon, Tursunay Ziyovun, Qalbnur Sidiq, Sayragul Savutbay xonimlarimizdek jasoratlik va fidokor bo'laylik. Chunki bu dehshatli fojiada yashayotganlar bizning qon qarindoshlarimiz, singillarimiz, millatning kelajak onalaridir. G'ayrat kelayli. Aşu kız ayarlarımızın pahalılık nidasını dünyaya anlatış için o'rnimizni dasturaylik. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyghur qurultayyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər programmasini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.